Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkdagi Gabriel Law kompaniyasiga xush kelibsizlar. Mening yonimda bizning vatandoshimiz, ushbu kompaniyaning vakili Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Baxtiyor aka? Avvalambor, demak, hozirda qaysi masalalar bo'yicha bizni Nyu-Yorkdagi vatandoshlarimiz Gabriel Law kompaniyasiga murojaat qilishyapti degan savolni berishdan oldin men sizga bir boshqa savol bermoqchi edim. Qaysi masalalarda, qaysi muammolarda demak Nyu-Yorkdagi yurtdoshlarimiz aynan ushbu Gabriel Law kompaniyasiga murojaat qilishlari mumkin? Bizning kompaniyamizga avtohalokatlarda uchragan jarohatlar bo'yicha qurilish sohasidagi jarohatlar olinsa, ko'chada yiqilib tushsa, ya'ni doktorning aybi bilan yetkazilgan jarohatlar bo'lsa va shunga o'xshash jarohatlar bilan biz shug'ullanamiz. Bizning advokatlarimiz har doim shunaqa keyslarni olib borib kompensatsiya undirish bilan harakat qilishadi. Demak, atayin yiqilib tushsa-chi? Yo'q, endi atayin yiqilib tushsa, bu sug'urta bilan bog'langan firibgarlik deb qilinadi. Bu jinoyat alomatlari bor. Tushunarli. Demak, ehtiyot bo'linglar, hurmatli yurtdoshlarimiz, atayin yiqilib yurmanglar. Qolaversa, bu nafaqatgina jinoyat, balkim sharmanda ham bo'lishi mumkin, chunki suvchilikka borganda savol berishadi. Kuyov bola nima ish qiladi desa, keyin nima deb javob beramiz? Nyu-York ko'chalarida yiqilib yurib, kompensatsiya yig'ib yuradi deymizmi? Bu albatta sharmandalik. Qanaqa muammolar bilan oxirgi paytlarda aynan bizning vatandoshlarimiz Gabriel Law kompaniyasiga murojaat qilishyapti? Ko'pincha hollarda aksidentga, ya'ni avtohalokatlarga uchraganda urgan avtomobilni, orqasidan kelib urgan avtomobilni sug'urtasi bo'lmaydi. Ya'ni yo sug'urtasi muddati o'tib ketgan bo'ladi yoki rental deyiladi. O'sha rentga olingan avtomobillarni hozirgi davrda sug'urtalangan shofiri bo'ladi, lekin sug'urtalangan shofir, ya'ni sug'urtalangan shofir emas, boshqa odam haydab yurganida, ya'ni boshqa odam o'rtog'imi yoki bironta tanishimi o'tirib haydab ketsa, o'sha mashinani borib o'sha sodir etgan paytida sug'urta kompaniyasi tan olmaydi. Ya'ni denial deydi, denial qiladi va ko'pchilik hollarda hozirgi davrda bizning vatandoshlarimiz shunaqa hollarga, shunaqa keyslarga, holatlarga tushib qolyapti-da. Ya'ni u narigi taraf sug'urtani, ya'ni defendant insurance company yoki BI insurance deyiladi bizani tilimizda. O'sha defendant insurancedan kompensatsiya olib bo'lmaydi. Bu holatda o'zining insuransi orqali kompensatsiya olsa bo'ladi. Buni UM case deydi, SUM case deydi. Bu holatda o'zini haydab turgan mashinasi kompensatsiya to'lashga qonun doirasida majbur. Tushunarli. Rahmat sizga. Va oxirgi iltimosimiz, sizni qanaqa tavsiyalaringiz bor Nyu-Yorkdagi yurtdoshlarimizga aynan shunaqa vaziyatlarga, shunaqa muammoli vaziyatlarga ular tushib qolishganda? Birinchi o'rinda men vatandoshlarimizga mashinasini sug'urtalaganda collision deydi, bunaqasi policy collision deganda bizni o'zbek tilida ko'chadagi gap bilan aytganda kaska deydi yoki двухсторонний insurance deydi, full coverage deydi. To'liq, ya'ni unaqani sotib olish kerak policy. Ya'ni pulni bu holatda ekonom qilmaslik kerak-da. Juda ko'p bizani vatandoshlarimiz hozir shunaqa holatga tushganki, u tomon ikkinchi tarafda, ya'ni javobgar tomonning sug'urtasi yo'q. Unda kompensatsiya ham qilib bo'lmaydi, mashinasini ham tuzata olmaydi. Shunaqa holatga tushmaslik uchun to'liq insurance kompaniya, ya'ni to'liq coverage qilish kerak. Qoplash kerak o'sha sug'urtani. Kaska, двухсторонний deydi yoki full coverage deydi. O'zimiz tilda, ingliz tilida endi collision deydi. Tushunarli. O'sha polisini sotib olish kerak. Rahmat. Hurmatli Nyu-Yorkdagi yurtdoshlarimiz, agarda mana shunday vaziyatlarga tushgan bo'lsangiz, ya'ni Xudo ko'rmasin avtohalokatga
va agarda jiddiy jarohat olgan bo'lsanglar, shu yerga Gabriel Law kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Hamma xizmatlar qaysi tilda ko'rsatiladi? Ingliz tili, rus tili, o'zbek tili, tojik tilida. Va demak sizdan bir tiyin pul olinmaydi, chunki demak keysni oxirida settlement bo'lganda nima bo'ladi? 33% advokat Sizning kompensatsiyangizdan to'liq kompensatsiyadan 33% advokat haqqi ushlanib qolinadi. demak advokat ham harakat qiladiki sizga kattaroq kompensatsiya qilishga, to'g'rimi? Chunki bu o'zini ham manfaati bo'ladi. Kelishdikmi? Demak telefon raqamlarini video tagida yozib qoldiraman. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Gabriel Law'da yaxshilik bilan ko'rishganda ko'rishguncha.